Ingliz tilida butun boshli gapni bitta qilib murakkab otga aylantirib yuborish mumkinligi haqida bilarmidingiz? Bu juda ham oson, lekin darajasi juda ham yuqori bo'lgan Saks plus grammatik struktura hisoblanadi. Bu grammatik strukturani formula qilib qo'yadigan bo'lsak, the fact that plus sentence plus verb. Verbni singular ko'rinishga olasiz, ya'ni birlikdagi otga ishlatganda ishlatasiz. Misol uchun, the fact that Abduqodir is playing in Manchester City brings reputation to Uzbek football. Abduqodir tarjima qiladigan bo'lsak, Abduqodirni Manchester Cityda o'ynayotganligi Uzbek futboliga obro' olib keladi degan ma'no beradi. Yana bittaga ko'radigan bo'lsak, the fact that I am learning English is important for my future. Meni ingliz tilini o'rganayotganligim meni kelajagim uchun muhim degan ma'no beradi. Yana bittaga ko'ramiz. The fact that you are watching this video means you are learning a perfect grammar structure. Sen bu videoni ko'rayotganliging, sen bitta moshni grammar structure o'rganyapsan degan ma'no beradi. Xuddi shunaqa moshni yoraveradigan gaplardan kommentda birikta tuzib qo'yasizlar va bundan foydali kontentlarni o'tkazib o'rmaslik uchun Talisman IELTS ga obuna bo'lishni unutmang.